Koronaviruslar yuqumli viruslar oilasiga mansub. Ular nafas olish yo'lida oddiy yo'taldan tortib, o'tkir og'ir nafas olish respirator sindromi holatigacha yuzaga keltirishi mumkin. Ushbu viruslarning mutatsiya jarayoni juda tez ro'y beradi. 2019-yilda ushbu virusning SARS koronavirus 2 turi paydo bo'ldi. Uning ustki qismidagi tojni eslatuvchi elementlar sababli olimlar tomonidan koronavirus deb nom berilgan. Koronavirus insondan insonga yuqishining asosiy vositalari yo'tal natijasida yuzaga kelgan havo tomchilari orqali, insonlarning bevosita o'zaro kontakti yoki virusli inson tekkan biror sirt, buyum yuzasiga teginish. Bunday vaziyatlarda qo'lni yuzga tekkazish natijasida virus yuqadi. Zararlangan inson nazorat qilinmasa, atrofidagi 2-3 yaqiniga darhol yuqtiradi. Boshqa viruslar kabi SARS koronavirus 2 o'z genetik materialini organizmdagi hujayralarga olib kiradi. Ribosoma deb nomlanuvchi ribonuklein kislotasi ushbu virus tarqalishi uchun o'ziga xos mexanizm vazifasini bajarib beradi. Bu mexanizm zararlangan oqsillar ishlab chiqarishni boshlaydi. Uning nusxalari ko'payib inson organizmi bo'ylab tarqaladi. SARS koronavirus 2 yuzaga keltiradigan infeksiya COVID-19 deb nomlanadi. Aynan COVID-19 yo'tal, isitma, nafas olish qiyinlashishi kabi simptomlarni keltirib chiqaradi. Og'ir holatlarda ushbu infeksiya pnevmoniya, o'tkir og'ir respirator sindrom va buyrak ishdan chiqishiga olib kelib, o'limga sabab bo'lishi mumkin. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu infeksiya yuqtirishning oldini olish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan. Eng asosiylarini aytib o'tamiz. Toza bo'lmagan qo'llarni yuzga tekkazmaslik, shuningdek qo'llarni tez-tez sovunlab yuvib yurish. COVID-19 bundan avvalgi boshqa turdagi global viruslardan-da ko'proq butunjahon hamjamiyatining e'tiborini tortmoqda. Hozirda barcha harakatlar uning tezkor davosini topishga qaratilgan.